Savol. Namozda oldingi safda turib tahorat yangilashga ehtiyoj bo'lib qolgan kishi qay kayfiyatda namozdan chiqadi? Ya'ni ikki tarafga salom berishi shartmi va safning oldi tarafidan chiqib ketadimi yoki orqasidanmi yoki o'rtasidanmi? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Qayerdan imkon topsa o'shadan chiqib ketadi. Ya'ni namozda qayerdan chiqish qulayroq bo'lsa, imkon boricha qulayroq joydan chiqib ketadi. Endi masalan safni yorib o'tishda iloji bo'lmasa, masalan odamlarni bunday orasidan yurib borib chekkada yo'l bo'lsa, o'sha odamlarga tashvish bo'lmaydigan, ya'ni hech kimning xayolini bo'lmaydigan qilib shon chiqib ketadi. Namozda imom oldinda turibdi, bu yoqda saf turibdi-ku. O'sha odam safda oldidan yursangiz, namozni o'qitganda oldidan yurgan hisoblanmaydi. Imom chunki odamlarga imom sutra bo'ladi. Jamoat namozini nimasi bitta farqi, yolg'iz o'qilgan odamdan farqi shunda. Tushunyapsizlarmi? Masalan, imom turibdi, bu yoqda saf turibdi. O'sha safda oldidan yursangiz, odamni oldidan yurgan gunohkor bo'lmaydi odam. O'sha uchun masalan masalan imomning orqasida turibsiz, namoz tahorati buzilib qoldi. Tahorat buzilib qolsa, bo'ldi, namozdan chiqdingiz, salom berish shart emas o'zi. O'zi bo'ldi, niyatingiz bilan namozdan chiqdim degan narsa bilan shundoq yurib, endi gap sizda chiqishda bo'ladi. Ba'zi ulamolar o'shani odoblaridan aytiladi. Bu vojib narsa emas, bu odoblaridan haligi xuddiki orqadan bir yil chiqib ketdi deganday bir qo'pol, hani odam uyaladigan holat bo'lmasligi uchun burnini ushlab olsin degan. Xuddi burni qonab qolgan odamdek burnini ushlab olsa qon kelib qolganday deb. Bu yolg'on, burnim qonadi desa yolg'onchi bo'ladi. Bu burnim qonadi degan yo'q, burnini ushlab oldi. Ko'rgan odam burni qonab qolibdi deb o'ylaydi masalan. Shu bilan sekin qayerdan qulay bo'lsa o'sha joydan chiqib ketadi namozdan. Allohu a'lam. Navbatdagi savol.